Assalomu alaykum, sevimli izlar, qanavalaringlar yaxshimi? Obdan turyaptimizlar. Bugun biz Qum bosgan shahar romanining davomini o'qishni boshlaymiz. 29 bob. Bir tal tilla. Çölning go'zalligi yana o'zgacha bo'ladi. Bu yerda ufq sizqi shuncha aniq ko'rindi. Bu yerning qumlari shunchalik yumshoq va toza. Cheksiz yelib yotgan qumliqlar kechalari siyohdek qora ko'rinadi. Saharda atiganli quyosh nurida qizg'ish tovlindi. Kun tiklashganda bo'lsa, qordek yaltiraydi. Unutmanki, qumliq bilan dengiz asli bir tuqqan. Çöl shamollari qum yuzida ushoq to'lqin izini qoldirdi. Yiroqdan qatorlashib kelayotgan karvonlar kishiga yelkanlik kemalarni eslatadi. Qumluqlar bir zamonlarda poyonsiz dengiz edi. Dengizlarning ostidami cheksiz qumluq. Bu yerda quyosh kunduzlari jonni olg'udek qizitib tursimi, kun o'ltirishi bilanla yana salqin kechalar boshlandi. Qaysi bir yo'llardan o'tinchilarning mungluq naqshisi anglandi va bu naqshilar kishining esiga unutilgan o'tmishni, astin chiqqan xotirlarni soladi. Dunyodagi nurg'un tog' suvlari jilg'alardan eqib chiqib, yop-yeshil dalalarni kesib o'tib, dengizga quyiladi. Ammo teklimakandan eqib o'tadigan daryolar bo'lsa, oqbosh tog'lardan boshlanib qumliqqa kelib singib ketadi. Bu shunchalik sirliq va shunchalik g'alati makon. Qumliqdagi yo'llarni faqat cho'l odamlarla paqaytalaydi. Anda-sanda uchraydigan uloq tezaklari va qachonlarda bichoqlarda xavflab issiq jinidan juda bo'lgan odam, uloqlarning oqargan ustixonlari qadimiy yo'llarning balisidir. Do'lqinliq suvdek davolg'ib turgan qum eqini hiylidan hiyliga yo'llarni ko'mib, yo'lovchilarni ozg'ashtirib turadi. Bu cho'l yo'llariga talay sayyohlarning ustixonlari ko'milgan. Har xil din, har xil rang, har xil o'y fikrdagi talay tavakkilchilarning kechirmishlari yozilgan. Ammo bu yeziqni o'qimoq nihoyatda tas. Hissiyatsiz kishilar Allohning nima uchun kecha bilan kunduz, sahro bilan shahar, bo'stonliqlar bilan cho'lliklarni tang yaratganligini tushunmaydi. Bu çöl jaziradagi buloqlarning suvi shunchalik ta'mlik, chunki siz yiroqlardan chanqab kelasiz. Bu yerdagi to'g'roqlarning soyasi shunchalik salqin, chunki siz qiziq cho'l optipi sizni uningga oshiqdek tashna qiladi. Bu yerda hamsafarning qimmati shunchalik yuqori, chunki sizga ba'zida kunlab odam uchramaydi. Shu topda cho'l yo'li bilan cho'l yigit kelmoqda edi. 2 yildan beri bu yo'llarda u tinim topmay mangadi. Qandaqdir bozorlar, mahalla, qaynoq shaharlardan o'tadi. Yosh yigitga qaysi bir ko'cha, eshik oldi. Buloq boshlarida uchragan qizlar tashnalik bilan nazar tashlaydi. Cho'l yigit bo'lsa to'xtamay ilgirlaydi. O'zi to'g'riqlikda uchratgan va keyin yo'qtib qo'ygan farishtasini izlaydi. Uning qumliqlarda mengi vagachga rangi o'ngib oqirib, tumshuqi yuqori qarab qolgan o'tkining izini besib, eshikimi bildi keladi. Eshikning ustidagi xo'rjinda yip-yengna, choy, tuz va ayollarga lozimli qushaq-tushaklar bor edi. Yo'l ustidagi mahallada haftalik bozorlar uchrab turadi. Haftaning ma'lum bir kuni qandaqdir bir yezining atrofidagi ochiqchilikqa taraf-tarafdan odamlar yig'iladi. Oshpazlar chidirlarini tikib o'choqlarga o't yoqadi. Savdogarlar toza qum ustidagi mollarini yeyishadi. Birdamdil tog'orlab oshliq, meva-cheva, mati chekman, o'tik do'ppa, hamma nimaning savdosi qizib ketadi. Әтісі қарсыңыз bu yerda tashlanib qolgan so'ngaklar, mol tizaklari, chidirlarning quruq yog'ochlari cho'qchayib qoladi-da, ikkinchi bir yerda bozor qaynaydi. Cho'l yigit shundoq bozorlarning birlarida mollarini sotadi-da, yana qaysidir bir bozorlardan mol elib, safarni davom qiladi. Yashanganlarga bu yigit bir zamonlarda bu cho'llarni aylanib yurgan jahonkazi supurgini eslatadi. Qani g'ayrat qil eshigim, deydi cho'l yigit. Ana qum dövleridan olqib ketsaklar, bükküde to'g'roqliqqa yetimiz. U yerdagi to'g'roqlarning soyasi shunchalik huzurki, oy, u yerda sap havo, salqin shamolni demamsan. Shohlarning xotinlari turadigan saroylarmi uning qo'liga suv quyib berolmaydi. U xotinlarning hujurlari ufbanglikning busi bilan bixsib ketgan. Uningdan sening chilli purab turadigan eg'ling yaxshiroq. Cho'l yigit odamsiz bu yo'llarda zerikishdan eshki bilan ana shundoq paranglashib keladi. Eshkiga nimalar to'g'risida murojaat qiladi. Eshak bo'lsa, eksi qarg'anda eg'ir besiq ko'rinadi. Beshin tuvan selib bir xil yurish bilan xuddi kelgusidagi bo'lg'usi bir shaharning bir cho'ng jang ustida xiyol surib ketayotgan lashkar boshlig'ida qadam bosadi. Heyliq chog'da to'g'roqliqda ikkimizning qandoq qo'rqib ketganimiz esingda bordi, deb so'zini davom qiladi yigit.
Ya Allah, sen şu çağda öle tirilişinge qaramay, shunchalik qattiq yugurdingki, yo'q, uchdingmikin deyman. Chunki men qum ustida tuyoqlarning izlarini ko'rmay qoldim. Mening qanchalik qo'rqqanimni so'rmayli qo'y. Hozir o'ylasam shuncha kulkilik. Mana shu janon endi biz bilan qayta bir uchrashsa edi. Biz uning bilan boshqacha paranglashayotdik. U chaqda men tex go'dakkanman. Senmi shundoq? G'ayrat qil. Oldimizdagi to'g'raqliqqa yetganda men senga ikki o'chum qo'noq beraman. Un chiqmaysan-ku? Bilaman. Shu topda sana ikki o'chum qo'noqdan ko'ra bir yutum suv qimmatligirak. Amal qancha? Mening gallarimmo qurib ketdi. Cho'lning odamlari noit qul, such qilgan buloqlarni yo'shirib qo'yishidi. Odamlarini topmoqcha suyni topqili bo'lmaydi. Oy, ularning küplərdəki suyun qanchalik muzdək və şirinlikini demaysan. G'ayrat qil. G'ayratli bo'lganlarga manzil yiroq emas. Bovam ana shundoq degan. Degandek ular egiz bir qum barxanadan olqib o'tish bilanla tuvanda yeyilib yotgan qadimiy bir to'g'roqliqni ko'rdi. Eshak boyqi salopatlik mengishini tashlab qadimini ildamlatdi. Cho'l yigit qum dövsining ustidan siyrilib tushib to'g'roqliqqa ulashdi-da, bu yerda quchoq yetmaydigan quvvatli to'g'roqlar bilan qurib yiqilgan to'g'roqlardan ko'klab chiqqan yosh notlar bilan bir-biriga chirmishib ajoyib manzara hosil qilgan edi. Gapimizmikan deb eshkiga savol qo'ydi cho'l yigit. Andin u eshkini baraqsam bo'p shox yaygan bir tup to'g'roqning soyasiga tortib qo'ydi. Odamlar meni bekorga jahon kezdishib supugiga o'xshatmaydi. Men bu to'g'roqliqning purqini yarim kunlik nerdil turib sezgan. Rost, shu jahon kezdi supurga degani qandoq odam bo'g'aydi? Sen angladingmi? U ajoyib bir sayyohmish. Yashangan mo'ysipitlar meni shu kishiga, seni shu kishining ishkiga o'xshatadi ekan. Endi sana yana bir haqiqatni aytay. To'g'roqliq bo'lgan ekan, yaqin atrofda cho'qim odammi bo'ladi. Qani, sen avval giling azroq bir nim yeb ol. Men put qo'limni so'zib birdan aramay olay. Bizga uchraydigan odamning chiroyi shakli, qo'ypayli qandoq, buni biz tex bilmaymiz. Ishonimanki, u bizga kupidagi muzdek suyni aymaydi. Cho'l yigit eshkining oldiga va'da qilgan ikki o'chim qo'noqini to'kdi. Andin chapini to'g'roq soyasiga silib, o'tkinini yeshib tashlab so'zilib yotdi. Kun peshin vaqtidan qayrilgan bo'lsa-mu, quyosh qumliqlarni yanada qizdirib turadi. To'g'roqliqning ichi bo'lsa salqin va jimjit edi. Shu topda qushlarmi ovullarida uygidab tursa kerak, deb o'yladi cho'l yigit. Rohatlik bir shamolning papilishida u qattiq uyquga ketdi. Cho'l yigit uyg'onganda vaqt namoz degardan o'tib, qum barxanlarining soyasi xilil uzrab qolgan edi. Cho'l yigit ko'zini ichib, beshi ustidagi to'g'roq yo'pirmoqlarga ko'z tikdi. Nefis bir qavat qum to'zonlari bilan xiralashib turgan quyuq yaproqlar orasidan o'tgan quyosh nuri har tarafga mashutdek ushtatib, rang-rang julalardi. Heliqi egiz sepillarning ichiga yuzlagan lashkarlarning muhofazatida yotgan shohlar deb muloyiz qilishga boshladi cho'l yigit. Mana shundoq chiroyli nurlarni ko'rishdan mahrum. Uning qaraganda men bayroq va baxtliroq bo'lsam kerak. Cho'l yigit muloyizasini davomlashtira olmay to'xtab qoldi. Shu topda uning ko'zi eshkiga tushgan edi. Eshakning ustidagi ikki ko'zi mol bilan to'shqan xo'rjun allaqayerga g'oyib bo'lgandi. O'g'ri deb o'rnidan chachirab turib ketdi cho'l yigit. Ey eshak, yana eshaklikingni qilibsan-da? Behuda vaqtda hangrab jahonni beshingga kiysan. Eliq qog'ish tekkan ovozingdan undan birini bo'lsin ishlatib menga haydab qo'ysang bo'lmasmidi? Cho'l yigit eshakning yeniga berib uning holini ko'rib, texmi cho'chib ketdi. Shu topda eshak chiliq tagi cho'mgan bo'lib, qumga sanjilib turgan inchik putlari dirildab titrab turadi. Aytqina, sen nimani ko'rding? Nimada shuncha qo'rqib ketding? Shuning qaraganda ustingdan xurjini yulib olgan o'g'ri odatdagi bir odam bo'lmasa kerak. Amsa u nima? Jinmi, shaytonmi yoki sen neliq olvasti qizni yana ko'rdingmi? Cho'l yigitning ishga har qancha aqlliq bo'lsa-mu, insonga o'xshash so'zlashga ojiz edi. Faqat u tek qo'rqinch ketmagan sog'uch ko'zlarini chimildatib, quloqlarini midriltib qo'ydi. Ajablanarliki, eshakning atrofida hech bir g'ayr narsaning izi ko'rinmaydi. Ajaba, sening ustingdagi xo'jin qanot yasab uchib ketgan bo'lsa, deydi cho'l yigit. Undaq bo'lsa Xudoyim ashu arzimas xo'jinga bergan qanotlarni nimishqa bizga bermaydi? Cho'l yigit to'g'roqliqning atrofidagi qum dovlari ustiga o'milib chiqib, atrofga qaradi. Hamma yer cheksiz qumliq. Hech bir yerda insi jinning qarisi ko'rinmaydi.
Su deb vaqirdi çöl yigit va qumning ustidan do'milab degidek tushib, eshakning yeniga o'qdek yugurib keldi. Xudoga shukri. Eshakning sag'risiga esib qo'ygan tulum o'z o'rnida turadi. Tulumda uning ig'ir vaqtlarda saqlab qo'ygan eng oxirgi bir necha uchum suyi bor edi. Çöl yigit tulumga eg'izini tutib, illib qolgan suvdan qong'uch bir ishtida oshqini do'ppisiga to'kib eshkiga sundi. Eshak suvni qalin qalpuklari bilan bir sumiribla do'ppini qurg'idab qo'ydi. Eliq o'g'ri, mayli odam bo'lsin, mayli insijin bo'lsin, yana insofli ekan, dedi cho'l yigit. Shu tap ikkimizga suv bir necha hujum moldan qimmatli edi. Jinimiz amalli bo'lsa, mol deganni yana topamiz. To'g'ri deyman, ustingdagi osh arzimas narsalar osmondagi farishtalarga yarab qoldimi ya? O'g'ri uchib kelmagan bo'lsa, nimishqa bu atrofda uning izi yo'q? Endi ishkim meningda ranjima. Bextliqingdan ustingdagi xurjinni o'g'riga besib beribsan. Shu gunoying uchun men senga meni bilishim kerak. Biz biror bozorga yoki mahallaga yetib berib qildigan ish topamiz. Ustingga bo'lishchi yukat deb kira qilib pul topmasak bo'lmaydi-da. Texi qo'sqimizni to'yg'izishimiz lozim. Ondan men yangi xurjin setib olib, uning ikki ko'zini yana molga to'ldiraman. Shuning bilan biz safarimizni yana davomlashtiramiz. Kelaqita men xurjinni beqillaringga mixlab qo'ysam bo'lamdikan yoki uningga boshqalarning qo'l tegib kesilib jiringlab ketadigan ushaq qo'ng'iroqlarni isib qo'yaymi-ya? Zodi ishongim kelmaydi. Qanday qilib mening xurjinim ustingdan qanot yasab uchib ketdi? Agar xurjinimning mundaq uchidigan karomatini bilgan bo'lsam, uning bir ko'ziga o'zim tushib olmasmidim? Agar chanda sening ikki beqiningda tasadduban shunday qanotlar o'sib chiqqan bo'lsa, qandoq yaxshi bo'ladi? U chaqda biz bu oyga chiqmas cho'l yo'llarida uchib o'tib ketgan bo'lardik. Hamma xaloyiq, hatto podsholarning o'zim o'ylaridan chiqib, qo'llarini soyvan qilib bizga qarab havas qilgan bo'ladi. Shundaq bo'lganda sen beg'amlar shahar degan yerga qancha kun uchib bora olayding? Egisining bu tugumas vatildoshlariga ichib chiqqan eshak taqatsizlanib oldiga bir ikki qadam tashladi. Ketishga aldirayotamsan? To'xtabdi, men taxsining ustunga melivammilimg'o. Shu tapda ketishga men sendan bakrak aldirayotaman. Bu nisbasqan yerda yana birdam turadigan bo'lsak, o'zimizni o'g'irlatib qo'ydigan o'xshaymiz. Cho'l yigit eshakka sakrab mindi. Yiroqda uning eshikini devitish uchun kirilgan putlari eshakning beqiniga tegmayla to'xtab qoldi. U boyli o'zi yotgan yerda turgan bir yog'och cho'chakni ko'rgan edi. Cho'chakning ishida bo'lsa, bir sapsiriq bir tal metal ko'zni chaqnatib turadi. To'xta eshigim, dedi u ixtiyorsiz. Bu yerda yuz beradigan karomat oxirlashmaga o'xshaydi. Rahmatli buvam cho'lda har qandoq mo'jizaning yuz beradiganligiga ishonaman degan. Bu yog'och cho'chak nerdan kelib qoldi? Yilida men o'zim shu yerda so'zlab yotmaganmidim? Cho'chakning ichida paqirab turgan nima u? Cho'l yigit eshkidan asta tushib avaylab dasab, cho'chakning yeniga yaqinlashdi. Cho'chakning ichida bir dona tilla yotadi. Yigit tillani qo'lga oldi. Tillaning ig'ir salmoqi uning olqinini bosdi. Tillaning ikki yuzdagi qaysi bir zamonda, qaysi bir podshohlikning bosgan xatlari, g'alit siziqchilar cho'l yigitga notonish edi. Bu bozorlarda qassoblar, oshpazlar, savdogarlar va qandaqdir bir xonimlarning moylashgan, tarligan qo'llaridan qo'llarga o'tib yurgan tillalardan bo'lmag'achqa, paqiraqligi ko'zni qamashtiradi. Mana karomat, dedi cho'l yigit. Uning endi kimga murojaat qilayotgani aniq emas edi. Xo'jin o'g'risi biz o'ylagandek unchalar qor ko'ngil bo'lmasa kerak. Uningga balki mundaq yip-yangi tillalar bo'lsa-mu, yip-yangna choy tuz yo'qdi. Tilla qancha qimmat bo'lsa, uni qaytib ichkiri bo'lmaydi-da. Biroq u mening haqqimni muncha maxfiy yo'llar bilan bermay, to'p-to'g'ri oldimga kelib shu tillani tanlagan bo'lsa-mu, uningga xorjinimdagi barliq mollarimni o'z roziliqim bilan bermaydim-mi? Va balki men ishkim bilan shu mollarni naq uning eshik oldiga yetkazib bergan bo'lardim. Ehtimol u jamolini ko'rsatmaydigan bir sohib jamoldi. Yoki nima sabablar bilandir cho'llarda yushinib yurgan bir musofirdi. Cho'l yigit qancha o'ylabmi bu ishning tagiga yetolmay, tillani qo'yniga silib, ustidan tutib qo'ydi. Endi bu karomat yuz bergan o'ringa bir belgi qilib qo'ymoq lozim, dedi cho'l yigit ishga qarab. Sen rahmat buvamning hikoyasini anglaganmi? Bola vaqtida u oltinlar to'lib turgan bir to'g'roq ko'tkiga yo'liqib, shu yerga biror belgi qilib qo'ymag'achqa qaytib kelib uni izlab topolmagan va shu oltinlarni izlab butun umrini jangalda o'tkazgan. Yigit pichqini sug'urib oldi-da, oldida turgan yo'g'on to'g'roqning g'oliga bir chambarak o'yib qo'ydi. Yur eshigim, endi bizning bu yerdagi yiroqlashish vaqtimiz yetdi, dedi u ishga qayta minib. Kimiki karomat yuz bergan yerda o'shiqcha hayol bo'ladigan uni falokat bosadi.
Bu sözünü bizning çayxonada qo'nib o'tgan bir seyyah degan edi. Biz tegishli haqqimizni oldik. Bu tillarga biz yana bir qancha xurjun mol setib ola olamiz. Endi sening ustingga qattiq o'tin yoki qandaqdir bir bexil savdogarlarning ig'irmaydigan bo'ldim. Men yaxshi tomoq yeyman, sening oldinga eng mazali yemlarni to'kiman. Qani meni sen yaqin atrofdagi eng cho'ng shaharlarning biriga yetkaz. Sahroning kichik bozorlaridan biz bu qimmatli oltinimizni o'z bahosiga setib ola oladigan sarrafni topolmaymiz. Eshak egisining hamma gaplarini tushunayotgandek ushoq qadam ilib siliq yo'rg'ilab ketdi. Bu bab nishada oxirlashdi. Bu kitob jami 34 bobdi. Oxirgi 4 bob qoldi. Eng qiziq, eng ajoyib g'aroyib yerlarga keldik. Boshqalar taqib qo'yasizlar. Tavsiya qilinglar. Menimcha bu kitob cho'qim o'qish bo'lgan bir kitob. Bugungi o'qishimiz mushagicha. Davomini davomli o'qiymiz. Allohga omonat.